Chiqdim yana bir bor. Mana yo'lga nomerlarni befarmoqda to'xtadi, uzoqlarda. Hali hech ko'rmagan edim. Ko'rdingmi? Bu yo'lda faqat men avay o'quvchilar qilardi. Qirg'iz o'lga borganman. O'tga hech ko'rmagan edim. Xudo xohlasa men hozir ulfasam bilan to'xtadi. Bir yeb ko'ramiz. Xudo xohlasa qanaqa ham ko'ramiz. Olg'a. Mana bir chiroyli mana qo'shniga. Oynaning ichida olovi bor ekan. Olovi bor. Mana oyna ichida hechga xolos. İşler ekranıdami? Akbar. Bahodir. Bahodir Najmiddin. Mana biza yo'lga 5 barmoq olib keldi. Bahodir mana ko'ramiz nazarda. Qolgan ulfatlarimiz kela olmadi. Ular kechqurun boltaga balog'im turashadigan bo'ldi. Ular kechqurun boltaga keladi. Ular hozir yo'lma-yo'l besh barmoqdan to'g'ri Chorva tomonga qarab yuramiz. Haydovchiga keling o'tiring. Mana 5 barmoq nomer 1da baliqlar ham bor ekan. Baliq xo'rligi, baliq ham sut beradi. Akvaryumda qolib qo'yibdi. Mana hozir somsalarni ochib ko'rsatamiz, somsalarni. Qarg'ish chiqib qisqina somsalarni qattiqroq yopiladi. Mazali bo'lsa kerak. Olib yeb ko'ramiz. Yo'lda masjidga to'xtadi. Zaxorada mana chipchu nargi tomonda chipchu yog'i yo'li bo'yida masjidimiz bor. Chorvoqda kech bo'lishdi. Mana Tibet degan joyga yetib keldi. U pastda yozuv bor. Tibet. Mana Tibet. Mana izdaniyasi. Tibet izdaniyalari chiroyli joylashgan. Rosa ham dam oladigan manzara joylar. Tepasi mana shundoq qorlarda. Juda ham qor, hamma yoqda qor mana. Havosiga gap yo'q lekin havosi.